Tasbihni barmog'imizni uchi bilan sanashligimizni foydasini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib beradilarki, ertaga qiyomat kuni bo'lganida barmog'ingdan so'ralasan deyaptilar. Barmog'imizdan so'raladi. Butun tanaviy a'zomiz ertaga guvohlikka keltiriladi. Barmog'ining har bir bo'g'inlari ham ertaga qiyomatda unga guvohlik keltiradi. Ey Robbim, albatta egam men bilan senga tasbih aytganda, senga tahlil aytganda, senga taqdis aytganda deb qo'limizning hamma beshala barmog'i ham, undagi bo'g'inlari ham hattoki javob berar ekan. Tasbihni barmog'imizni uchi bilan sanashligimizni foydasini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib beradilarki, ertaga qiyomat kuni bo'lganida barmog'ingdan so'ralasan deyaptilar. Barmog'imizdan so'raladi. Butun tanaviy a'zomiz ertaga guvohlikka keltiriladi. Barmog'ining har bir bo'g'inlari ham ertaga qiyomatda unga guvohlik keltiradi. Ey Robbim, albatta egam men bilan senga tasbih aytganda, senga tahlil aytganda, senga taqdis aytganda deb qo'limizning hamma beshala barmog'i ham, undagi bo'g'inlari ham hattoki javob berar ekan. Tasbihni barmog'imizni uchi bilan sanashligimizni foydasini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytib beradilarki, ertaga qiyomat kuni bo'lganida barmog'ingdan so'ralasan deyaptilar. Barmog'imizdan so'raladi. Butun tanaviy a'zomiz ertaga guvohlikka keltiriladi. Barmog'ining har bir bo'g'inlari ham ertaga qiyomatda unga guvohlik keltiradi. Ey Robbim, albatta egam men bilan senga tasbih aytganda, senga tahlil aytganda, senga taqdis aytganda deb qo'limizning hamma beshala barmog'i ham, undagi bo'g'inlari ham hattoki javob berar ekan.